qabul qilg'imiz kelmaydigan bir haqiqat shuki, odam dunyoga kelganda hammani kuldirib, umrdan vidolashganda hammani yig'latadi ekan. Ota Allah tirishib topgan butkul dunyosini, boyligini bolalar uchun hech bir shiklanmay ularga ataydi ekan. Biroq bolalar ota-onasidan ayrilgandan keyin berib, ota-onasiga pul yig'maganligi esi keladi ekan. Ota Allah'ning uyi mangu bolalarning uyi bo'lalaydi ekan. Biroq bolaning uyi ota-onasining uyi bo'lanmaydi ekan. Mayli sirtda bolalarning hol ahvoli qandoqli bo'lsin, ota-onasining ishki bolalar uchun har qanday vaqtda ochiq turadi ekan. Bir dada yoki bir ona 10 balını qatoriga qo'sha oladi ekan. Biroq 10 bola birlashib bir tal dadini yoki bir tal onini beqib bo'lanmaydi ekan. Xo'sh, şu ata-onalarimizning mehri singan cho'ng uylarimiz mangu barakati bilan bizni saqlab tursin. Bugungi she'r ata-onalarimizning mehri singan cho'ng uylarimiz uchun. Cho'ng uyim, cho'ngchi uyim mangu makon. Şu uyda barlar meni demas yomon. Ömrümning ma'nosini topa olayman. Şu uyning chirqini ko'rgan zaman. Atamning qo'llarida putgan uy u. Onamning hidlari ba tamlar taman. Qanchiki jiroqlasam shu uyimdan, sig'inish ep keladi so'rab hamon. Qanchiki yiroqlasam shu uyimdan, sig'inish ep keladi so'rab hamon. Mening ahum